Assalomu alaykum aziz vatandoshim. Imkoniyatingiz bo'lsa, like bosing, komment yozing, qo'lingizdan kelsa tarqatib qo'ying. Kechagi kun bitta oilaga mudhish, juda ham ayanchli holat olib keldi. Bu sinov biz o'zbegimizga eskitdan yot, hammamiz boshimizda o'ziga yarasha qiyinchiliklarimiz bo'lib kelmoqda. Musofirda yurganlar, shu yerda turib yetim qolganlar, qancha biz o'zbegimizning boshidagi muammolarni o'zimiz juda yaxshi bilamiz. Shunday holatda bir oilaga bir musibat keldi. Ya'ni butun boshli uylar yonib ketdi. Shunday holatda e'tiborsiz qoldirmagan holatda qo'lingizdan kelgani komment yozish, tarqatib qo'yish. Bundan ortinsangiz biz xursand bo'lamiz. Shunday qishli qarovli kunlarda ko'chada qolish degan narsa, kimnidir eshigini taqlatib borish degan narsa juda ham qiyinligini biz o'zbeklar juda yaxshi bilamiz. Qiyinchilik qon-qonimizga singib ketgan. Shu sababli e'tiboringizni ayamasdan iloji boricha ko'proq odamga tarqating. Ehsoningiz bo'lsa 1000 so'm, bo'lmasa 2000 so'm. Ortmasangiz shu biz aytgan gap. Like bosing, ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ling, bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, qo'lidan kelgan insonlar hasharda. Qo'ldan kelgani hech bo'lmasa boshimizda turibdi, yosh katta ulug'lar. Biz o'zbeklarga bu begona emas. Juda yaxshi bilamiz. Hammangizni qo'llagingiz keladi. Hammangizni qo'llagingiz keladi. Baribir buni tushunadi. O'zbegim shunaqa kunda teskari qaramasdan qarang, qancha aholi moddiy bo'lmasa-da, hech bo'lmasa mehnat yo'nalishi bo'yicha yordam beryapti shu oilaga. Hammangizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Qilgan insonlaringizni, yordamlaringizni, qo'llab-quvvatlaganingizni o'z dargohida qabul qilsin. Hammangizga kattakon rahmat.